Hammaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan DLC Komilov. Bugun sizlar bilan ajoyib bitta 86 kartochkali player sotib olamiz albatta. Transferga kiradigan bo'lsak bizda o'sha sariq kartli futbolchi bu Osmon Dembele. Bu yerda Jude Bellingham bor. Olamiz. Yaxshi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. DLC Komilov kanali o'mingta bo'lishi kerak. Yaxshi. Yaxshi Dembele. Endi tarkibimizga qo'yishimiz kerak. Best team bo'lsak, Dembele o'zi tushar ekan. Xo'sh. Bu yoqqa Salah, bu yoqqa Pedri, bu yoqqa. Hozir taktikani o'zgartirib ko'ramiz. Xo'sh. Menimcha mana shu ham normal do'stlar. Ikkita hujumchi Salah bu yerda. Bu yerda Rudiger turadi. Keyin Hakimini qo'yamiz hozircha. Shunday. Xo'p. Bruno Fernandes hozircha zaxirada tursin. Osmon Dembele va biz hozir Modricni sotamiz. Bizga kichik o'yinchilar hozirda kerak emas, to'g'ri Modric prime. Lekin baribir biz Modric sotamiz. Luka xayr fitnessga beramiz. Yaxshi. Endi teamga kiramiz. Endi Dembelega tushsa yaxshi bo'lardi. Yo'q. Dembele tushdi yaxshi yo'q deyman uzr. Lekin Dembele ko'tarilmadi. Yaxshi Hakimi bilan Dembelega tushdi. Hakimining tezligi oshib ketdi. Dembelening ham. Yaxshi. Hozirda eng tezi bizda Hakimi bo'lyapti. Tarkibimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Yaxshi. Endi bitta match o'ynab ko'ramiz. Alissonni ham 91 qildik. Ketdik. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. 10 mingta bo'lishimiz kerak. Kelishib qolmaydi. Let's go. Boshladik. Osmon Dembele. Tezligi bor bolada. 90+. Salah, Erling Haaland. Dembelega pas va Dembeledan ajoyib birinchi gol. Yaxshi. Osmon Dembele 87 bo'lmadi-yu, mayli. Davom etamiz. Rafinha, Osman. O'tgan videoda olgan Mateus'im juda ham ajoyib o'ynab bera bilyapti. Osmon Dembele. To'g'risi tarkibim juda ham chapayoqlarga to'lib ketdi. Hamma uchun chapaqay. Hozir o'yindan keyin aytib beraman bitta-bitta. Yaxshi Mateus gol urdi hozir bizda. Federico, Dembele, tezlik va ajoyib gol demoqchi edim. Federico, Rafinha oldi. Dembele. Olish qiyin bo'lyapti.
Da Mateus, Erling Haaland, Osman Dembele. Ozgina qolganda mayli. Osman Dembele do'stlar. Yaxshi, driblinglar yaxshi. Tezlanishlik ancha yaxshi ekan. 95 qildik menimcha. Osman Dembele olyapti. Xo'sh, Rafinha, Virgil van Dijk. Valverde'dan ajoyib gol. Federico. Tarkibimiz juda ham kuch bo'lyapti. Yaqinda Alissonni ham full qilishga harakat qilyapman, albatta do'stlar. Rafinha, Dembele tezlanish ancha yaxshi. Dembele. Kamalga yo'qni bo'lib qo'yamiz. Osman Dembele. Hop qo'y. Ketdik. Pas o'xshamadi. Dembele qaytib oldi. Tezlanish kerak. Tezlan. Dembele. Chapaqay futbolchi bu ham. Va gol. Ikkinchi goli. Ajoyib. Osman Dembele. Yaxshi. Rafinha, Dembele'ga pas. Dembele. Osman. Crossbar bo'yab qo'ydi. Dembele. Rafinha. Juda ham qiyin bo'lyapti hozir. Yutish. To'pni olish yani. Bruno Fernandes o'tadi albatta Pedroning o'rniga. Pedro Gonzalez. Mateus. Antony. Alisson. Erling Haaland. Yaxshi bormadi. Bitta hat-trick uramiz hozir. Osman Dembele bilan. Erling Haaland tezlanish qilamiz. Va ajoyib tarzda berishimiz kerak o'zi. Boshga bermoqchi edim. Yo'qolmay qoldi. Xo'sh, Gabriel. Fede. Bruno. Dembele. Charchab qoldi. Yaxshi Dembele. 9 daqiqa qoldi. Ertaga yo'l bilmadim. O'lishga harakat qilamiz. Bruno Fernandes. Dembele. Hozir biz jarima maydonchasini Mateusga ishonyapmiz. Ketdi. Mateusdan va gol. Bruno Fernandes. Mateusdan gol urmoqchi edim. Yo'qolmadi. Bruno Fernandes va gol. Dembele bilan hat-trick qilmoqchi edik. Yo'qolmay qoldi. Lekin harakatdan to'xtamaymiz. Tezlanish yaxshi albatta har doimgidek. Dembele hat-trick. Yaxshi. Osman Dembele. Ajoyib, hozirda statistikalar bo'yicha ham ajoyib bo'lyapti. Oltin to'p sohibi bo'lgan kishi qanday ajoyib bo'lmasligi mumkin. Ajoyib o'ynab berdi. 9-2 o'ynabdi, yaxshi. Ajoyib, bitta reklamacha ko'rib o'ramiz. Yaxshi ko'rib oldik. Sovg'amizni olamiz. Transferga kelgan. Olisa ketdi. Yaxshi, xo'sh, tarkibimizga kiradigan bo'lsak, ajoyib o'ynab berdi. To'g'risi. Dembele. Ajoyib futbolchi bu. Albatta. Xo'sh, endi tarkibimizga keladigan bo'lsak, o'zi men sizlarga
chapaqay va o'ynaqay futbolchilarini aytaman nechtaligi. Jami futbolchilarini to'g'ri ko'ramiz. Xo'sh, Alisson o'ng, Gabriel chap, Van Dijk o'ng, Antonio Rudiger o'ng, uchi biroz Salah chap 3-2, Mateus o'ng 4-2, Pedri o'ng 5-2, Federico o'ng 6-2, Rafinha, Dembele va Haaland 3 ta bo'lsa 6-2 bo'lsa 6-2 605 bu ham o'ng yurgani uchun 705. Xo'sh, 7-6 8-6 9-7 10-7 10-8. Yaxshi. O'ngda yo'q, 8 ta chap yo'q. Endi 2 ta ana bu ikkalasida ham o'ynaydi va bu ham ikkalasida o'ynaydi. Nima? Cristiano. Modric ham shunaqa edi. Mateus prime bo'lyapti, Dembele ham endi prime bo'ladi. Alisson eng zo'ri. Xo'p. Yana bitta o'ynaymizmi? Yo'q. Xo'sh, klansimiz to'la, biz boshdan boshladik. Shunaqa. Do'stlar, demak bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ldi. Albatta kanalga obuna bo'ling. Ertaga yangi video. Endi yana futbolchi olishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Delisi Komilov edi. Xayr.